Yevro pritseplarimiz hozirda narxlar anchagina qimmatladi. Lekin China Motors kompaniyasi narxni anchagina arzonlatyapti. Yevro pritseplarimiz China Motors kompaniyasida tayyor nalichda bor. Xo'p, ana endi Rajabbek, bizga bir chiroyli ma'lumot bersangiz, pritseplarimiz necha kubadan, xo'p, qanaqa most, nechta tomoni ochiladi, necha tonna yuk ko'taradi, qanaqa avtomashinalar bu pritseplarimizni tortsa bo'ladi, pritsepimizni uzunliklari, Genpao tigashlarimiz. Bu yoqda o'zimizning legendarniy Genpao turibdi aka. Bulardan so'ndan aka boya aytib o'tganimdek sanoqli qo'ldan deta bir 455 ta qo'ldan Genpao aka. Genpao. Bular aytsa narxdan e'lon qilib qo'yganmiz. Yoqilg'isi qanaqa bularni? Yoqilg'i barcha aka dizelli keyin ko'rsatamiz aka. Dizel turibdi aka. Aka 21 ming deyamiz aka. Xudo xolasa kelsalar uni narxini kelishib beramiz. Yevro pritseplarimizni narxi qimmatlab turgan bir paytda China Motors kompaniyasi bu yevro furalarimizni pritsepini narxlarini anchagina arzonlatdi. Xo'p, ana endi Rajabbek, bu pritseplarimizni necha tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega? Xo'p, avtomashinamizni pritseplarimizni uzunligi necha metr? Nechta tomoni ochilib yuk ortsak bo'ladi? Mostlari qanaqa? Hammasi haqida bir chiroyli ma'lumot bersangiz, yevro pritseplarimiz necha tonna yuk ko'tarish qobiliyatlariga ega? Xudo xolasa bu yangilikni sizdan bir ma'lumotini eshitsak, nima deysiz? Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum yana bor va China Motors mijozlari, obunachilari. Aka, boya videoni boshida to'g'ri aytdingiz aka, hozirgi kunda pritseplar va texnikalar qimmatlashyapti aka. China Motors bo'lsa aka, bu paytda kattagina aksiya e'lon qildi aka. Aynan yevro furalarimiz ham hozir e'lonlarda ko'rib turibmiz, narxlar anchagina qimmatlagan. Shunday aka. Xo'p aka, hozir kunda aka pritseplarimiz narxi tayyor turibdi. Bular aksiya narxida, aksiya muddatda aka noyabr oyigacha. Noyabr oyigacha. Shunday. Necha tonna yuk ko'taradi pritseplarimiz? Pritsepimiz aka 30 tonnadan 40 tonna ko'tara oladi aka. Padushkali varianti bo'ladi. Uzunligi bo'lsa aka 13 metr bo'ladi. Kubasichi? Kubasi 96 kuba bo'ladi. 96 kuba standart. Standart bo'ladi. Padushkalik. Padushkali aka. Xitoydan keltirilgan. Xitoydan keltirilgan. Hozir aka uzunni, eni bo'yini aka aytib o'tamiz, mijozlarimiz o'zi ham aka hisobot qilsa bo'ladi. Uzunligi aka 13 metr, eni aka 2,5 metr, balandligi bo'lsa 3 metr bo'ladi aka. Mana. Bo'ladi. Yevro furalarimizga, Xitoydan kelgan furalarimizga bemalol tortsak bo'ladi. Bemalol tortsangiz bo'ladi aka. Xo'p. Ramalarni aka отдельно biz usullik beramiz aka. Yig'ma qaratamiz va sedlosini o'zi aka 50 talik razmer bo'ladi. Sedlo 50 talik razmer. Shunday aka. Endi buni furasi bor akalarimiz o'zi yaxshi tushunishadi. Yaxshi tushunishadi. Bu yoqda pritsepimizni yaxshi bor aka. Pritsep tegishli narsalar va yana qanaqa instrument bo'lsa aka, bemalol sizdan jo'lasalar bo'ladi. Mana. Va mana bu narsa bilan shoferlarni o'zi bilishadi. Pritsepni oyog'ini ko'taradi va tushiradigan joy aka mana shu yerda. Qo'yib, ramalarga e'tibor beringlar. Pritsepimizning ramalari qanaqa mustahkam, qanaqa qalin. Mana. Bekorga aytilmayapti, 30 tonnadan 40 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega pritseplarimiz. Xo'p, balonlar aka 22,5 balonlar, yumshoq balon bo'ladi. Yevro diska, 5 kamir. Даже buni lentaykasigacha bu pritsepni. Lentayli aka bor aka. Lentaykasi ham bor. Pritsepimizda aka tormoz sistemasi, barabanli tormoz sistema bo'ladi aka. Lentaykali. Barabani. Padushkalari ham bor aka. Padushkani ko'rsatsangiz bo'ladi aka. Padushkalar. Avtomashinamiz padushkalik pritsepimiz. Shunday aka, bular haydalmagan, Xitoydan, zavoddan kelgan, shunday slavimizda turibdi, ya'ni turibdi aka. Shot spravka. Shot spravka 24-yil aka. O'z xabaringiz bor. Nechta tomoni ochiladi? O'tkir aka, 3 tomoni ochiladi. Tepasidan, ikkita yonidan va orqasidan aka. 4 tomoni ochiladi. Shunday aka. Hozir orqa tomonini ochib ko'rsatamiz. Uzunligi 13 metr. Yo 13 metr. 13 metr aka. Standart pritsep 96 kubalik. Shunday. Bemalol bu pritsep bilan siz yuk tashsangiz bo'ladi. Shunday. Pritsepimizning ichlariga e'tibor berasizlar. Yangi ishlamagan pritsep. Shunday aka, bemalol ko'rsatasiz. Tomi ochiladi, shtorka. Ikki yon tomoni ochiladi, yig'iladi. Siz yuk yuklashga qaysi tomondan yuk yuklamoqchi bo'lsangiz, o'sha tomonni ochib turib, bemalol yukingizni ortsangiz bo'ladi. O'tkir aka, devorlar rezinalar aka, oddiy rezina emas aka. Tenta. Tentlisi aka, baquvvat tentdan qilingan aka buni. Mana. Xullas, yangi ishlamagan pritsep olmoqchi bo'lgan akalarimiz, ukalarimiz diqqatiga taklifimiz, ko'rib turibsizlar.
13 metrlik Euro pritsepimiz. A7, T7, A6 tigachlari bor bo'lgan yoki FAV tigachlarga to'qsangiz bo'ladi bularni. Podushkalik qanaqa tigash bo'lsa, hammasi ketaveradi aka. Aha, podushkalik tigachlarga hammasiga ketadi. Xo'p, ramalariga mana e'tibor beringlar avtomashinamizda. Ramalari usulini qilingan. Adilni usli qilingan ramalar aka. Xo'p. Alohida tom ochiladi, ikki yon tomoni ochiladi va orqa darvoza ochiladi. Darvoza ham e'tibor bering, metaldan yasalgan, plastik yoki alikafon bunaqa narsa emas. Yo'q, bunaqa narsa emas aka. Bemalol 30 tonnadan 40 tonnagacha yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lgan bu tigachimiz. Pritsepimiz. Pritsepimiz aka. Mana. Hozir kunda aka xabaringiz bor, Xitoydan o'zi space texnikalar kirmayapti aka. Aha. Bu 24-yil kirgan va biz bunda noyabr oxirigacha aksiya berganmiz aka. Xo'p. Hozir narxini aytib o'tamiz. Bundan obshat 5 dona bor. 5 dona pritsepimiz tayyor. Bu yerga ikkita, mana bu tomonga ikkita mana va bitta ofisni olib turibdi aka, u reklama bo'yicha. Shunday. Aha. Xo'p, Rajabbek, endi buni narxi necha pul? Aka, buni narxi aka biz 32 ming, 33 mingdan sotganmiz aka. Jo'tagan paytlari o'z xabaringiz bor. Hozir kunda aka China Motors katta aktiv etyapti, noyabrning oxirigacha 29 mingdan qilib beryapmiz aka. 29 mingdan qilib berilyapti. Qo'ldan kelgancha yana skidka qilib beramiz. Nasib, xudo xolasa aka. Xo'p, ko'ringlar, ma'qul keladigan bo'lsa, 29 ming dollardan 2024 Yevro pritsepni shot spravka xarid qilishingiz mumkin. Yevropadan kelgan furalarni, pritseplarning narxlarini ko'ryapmiz. 2015-yil, 2016-yil ishlagan pritseplar hozirda 21 mingdan to 25 ming orasigacha narx-navosi bor. Shunday aka, men ko'rganim aka. Ularni ham ishlab chiqarilganiga 10 yil bo'ldi. Shunday. Masalan, lekin 24 shot spravka yangi pritsepimiz 29 ming. Ustiga yana 3-4 ming qo'shib aka, yangisini olsalar bo'ladi aka. Haqiqatda ham. Va yana sifat darajasi bunga yuqori. Bular garantiya beriladi aka, 1 yil garantiya beriladi. Aha, 1 yil garantiya beriladi. Shunday. Endi Xitoydan kelgan texnikalarni ko'rib turibsizlar o'zlaringiz. Og'ir yuk ko'tarishga moslashgan, 30 tonna, 40 tonna yukni ko'rdim demay, bemalol pritseplarimiz manziliga olib borib qo'yishadi. Pritseplarimiz ikkalasi ham bir xil. Bunaqa pritsepdan opshi 5 dona mavjud. Xo'p, ana endi tigashlarni ko'rsak, nima deysiz? Bo'ladi, keting aka. Xo'p, shu yerni o'ziga mana China Motorsning skladiga biz azizlar pritseplarimizni ko'rib turibsizlar. Pritseplarimizdan 5 dona aytib o'tganimizdek bor. Yevro pritseplarimiz hozir narxlar anchagina ko'tarib qolgan, qimmatlab qolgan. Shu uchun ulgurib qolinglar. Bu pritseplarimizni ham aksiya narxida. Xo'p, yana bitta ma'lumotni aytib o'taman. Soni cheklangan. Bu pritseplarimizni soni cheklangan. Aka, keling aka, mijozlarimiz uchun aniqroq bo'lishini aka, teng to'xtamizni aka, vinkodini ko'rsatamiz aka. Ha, vinkodir. Zavoddan zibor bo'lgan yili va oy aka, 24-yil, 6-oy turibdi aka. 24-yil, 6-oy ishlab chiqarilgan mana shu pritsepimiz. Shunaqa aka. Mana 24-06 ishlab chiqarilgan. Shunday. Xo'p, yangi pritseplar ishlamagan. Hozirda pritseplarimiz juda ko'p, tigashlarimiz juda ko'p, lekin pritsep qidirib yurganlar ko'pchilik tashkil qiladi. Shunday. Sifatli pritseplar kam aka. Aha. Xo'p, Genpavlarimiz ham shu yergami? Genpavlarimiz tepada turibdi aka, qizil teraslarimiz va bundan tashqari o'zimizning o'z avtotreyler pritseplarimiz ham bor aka. Undan ko'rsatsangiz bo'ladi aka. Mana. Pritseplardan muammo emas. Shunday. Standart, traller, hop, bu yoqda ham aka tentovka varianti bor aka, o'z avtonom aka. Bu yoqda bartavoy. Bu yoqda bo'lsa agar odam tashish uchun yoki ot tashish uchun aka pritseplarimiz ham bor aka. Mana. Xo'p. Xudo xolasa mijozlarimiz kelsinlar, ularda qanaqa pritsep yo'q, qanaqa tigash bo'lsa, xudo xolasa uni hallab beramiz aka, undan muammo bo'lmaydi. Mana shu pritseplar bilan ham normal ishlasa bo'ladi. Shunday. Avstraliya, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Shunaqa. Pritseplarimiz xo'p, mana Genpav tigashlarimiz. Bu yoqda o'zimizning legendarniy Genpav turibdi aka. Aha. Bulardan so'ndan aka, boya aytib o'tganimdek, sanoqli qo'ldan deta bir
455 ta qo'llangan Genpower aka. Genpower. Bularni aytsa narxdan e'lon qilib qo'yganmiz. Yoqilg'isi qanaqa bularni? Yoqilg'i barcha aka dizelli keyin ko'rsatamiz aka. Aha. Dizel turibdi aka. Yoqilg'isi dizelda. Bir mostli Resor variant turibdi aka. Ot kuchi bo'lsa 280 ot kuchi bor. Aha, bitta mostlik Resor. Shunday. Xo'p, yoqilg'isi dizelda Samarkada. Va eng qizig'i aka buni AdBlue tizimi bor aka. AdBlue, aha. Aha. Xo'p, bularning yili necha Genpowerlarimiz? Genpower yili aka, hop, zavodda ishlab chiqargan yili aka 2017-yilning dekabr oyi bo'ladi. Xo'p. Hop, probedi aka zavoddan chiqqan bilan 16 mingdan 18 minggacha bor aka. Aha, mana. Yangi desangiz ham bo'ladi, milarimiz, testlarimizni. Pritsepimiz-chi? Pritsepimizni yili aka 2018 bo'ladi. Aha. Buni aka uzunligi bo'lsa agar hop 14 metr bo'ladi uzunligi aka. Aha. Bunda 6 ta mashina sig'adi. Mhm. Xohlasalar, yana bitta mashina sig'sa bo'ladi, tepada qo'ydirsa bo'ladi, tigashning tepasida. Ha. 7 ta mashina sig'adi aka bunda. 7 ta mashina sig'adi. Bemalol aka. Va o'tira aka o'zidan ko'rgan bo'lsangiz yo'llarda o'zimizni O'zbekiston ichidan yuribdi. Aha. Va o'zimizni firmadan aka bulardan bor aka. O'zimizni O'zbekiston ichida va Qozog'istondan aka o'zimizni mashinalarni toshyapti aka bu. Xo'p, bular endi Xitoydan China Motors'ni avtomashinalarni keltirish bilan shug'ullanyapti hozirda. Xorrosdan, Qozog'dan, O'zbekistondan aka haydab kelyapti aka o'zimiz mashinalarimizdan. Xo'p, Rajabbek, bularning narxi necha puldan? Tigachimizni, Hop. Genpowerni va Tigachning pritseplarimizni narxi aka 21 ming deyapmiz aka. Aha. Xudo xolasa kelsalar uni narxini kelishib beramiz. Nasib. Hop, avtovozimizning narxi bo'lsa aka, bu aksiya narxi bo'lyapti. U narxi 19 ming deyapmiz. Va bu aytganimda chiroyli skidka qilib beramiz. Nasib, xudo xolasa. Hammamizga nasib qilsin shunaqangi avtomashinalar, aziz obunachilar, yuk avtomashinasi bilan tirikchilik qilaman, oila tebrataman degan akalarimiz, ukalarimiz uchun Shunday. Xo'p, Genpower tigachlarimiz, pritseplarimiz faoliyat turingizga qarab tanlaysiz va o'sha avtomashinani kelib pritsepni yoki tigachni xarid qilishingiz mumkin. Narxlariga ham e'tibor beringlar, bemalol solishtiringlar. Avtomashinalarimiz 2017 tigachlarimiz yoqilg'isi dizelda. 16 ming 18 mingda yurdan aka. Aha. Xitoydan kelgan bilan option. Avtomashinalarimiz holati yaxshi, balonlari yangi, olinadi, ishga chiqiladi. Shunday aka. Agar pritsep bilan komplet olaman desangiz, Yana kelishtirib beriladi. beradigan joyi ham bor aka, undan muammo. bular notarius bo'ladi, to'g'rimi? Bular hammadan taruz bo'ladi aka. O'zimizni ishxonadagi odamlarga qilib qo'ygan aka, bedon odamda emas. O'zimiz xodimlar qilib qo'ygan aka. Nada o'zi. Notariusda muammo yo'q. Kelsinlar mijozlarimiz, ko'rsinlar, yoqqani xudo xolasa tanlab olib ketsalar bo'ladi. Kelasiz, tanlash imkoniyati sizda bor, kelib xarid qilishingiz mumkin. Narxlariga ham e'tibor bering. 20 ming dollarga 2017-yil Genpower tigachimiz va 2018-yil avtovozimiz 19 ming AQSh dollari. Bu narxlar menimcha boshqa joyga bo'lmasa kerak bunaqa narx-navo. Olasiz, ertasiga ishga chiqasiz va avtovozimizga hammamiz bilamiz, konkurent hozircha kam. Hozircha kam. Shunaqa aka. Shu uchun o'z vaqtida kech bo'lmasdan shu avtomashinani olishlaringizni tavsiya qilib qolamiz.